Assalomu alaykum aziz tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum Omad Show teleo'yini yashirdi muxlislari. Omonmisiz, bormisiz? Yangi yil muborak bo'lsin azizlar. Yurtimizda qish mavsumi, yanvar oyi va Omad Show teleo'yini ijodkorlari yurtdoshlarimizni xursand qilishda davom etamiz. Bugun birgalikda 347-ko'rsatuvni tasvirga tushiramiz. Omad Show teleo'yinida 3 nafar ishtirokchi, uchalari turli nuqtalardan tashrif buyurishgan. Hammalariga omad tilaymiz. Omad Show teleo'yinida yangi yilda yurtdoshlarimizga yangiliklarimiz ko'p. Azizlar, Omad Show teleo'yini faqat Meni Yurtim telekanalida, boshqa ijtimoiy tarmoqda, Telegramda, Facebookda, Instagramda Omad Showga tegishli bo'lgan o'yinlar yo'q. Faqat Meni Yurtim telekanalida. Agar kimdadir qanaqadir savoli bo'lsa, bemalol 69 kodi bilan 226 77 77 raqamiga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan barcha savollaringizga batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga ehtiyot bo'lishni tavsiya qilamiz. Omad Show teleo'yinida ishtirok etishingiz uchun homiylar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklanmagan miqdorda xarid qilib, cheklanmagan miqdorda SMS jo'natishni tavsiya qilamiz. Ko'rsatuv bosh homiysi LC savdo belgisi. Azizlar, LC mahsulotlar bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sifatli mahsulotlar. LC salqin choylari, LC va o'zimizning savdo belgisidan 3tasi birda tez tayyorlanadigan qahvalarimiz bor. LC savdo belgisidan mayda va yirik turdagi sharbatlar, LCdan qandolat mahsulotlarimiz bor, pechenyelar, vaflilar, LC suxariklari, LC saqichlari va LC mojito. Navbatdagi homiy haqida ma'lumot e'lon qilamiz. Jesco savdo belgisi mahsulotlari. Jesco sharbatlari mayda va yirik har xil ta'mda. Jesco mineral gazlangan gazsiz. Jescodan energiya ta'minlovchi ichimliklarimiz bor. Jescodan 50 grammdan 200 grammgacha bo'lgan sifatli vaflilar va Jesco savdo belgisidan tez tayyorlanadigan lapshalarimizni sizlarga tavsiya qilamiz. LC va Jesco mahsulotlarini bemalol xarid qiling, SMS jo'nating. Ayrim mahsulotlarimizda bittadan, ayrim mahsulotlarimizda ikkitadan stiker mavjud. Siz tomonidan jo'natilgan barcha SMSlar bitta qozonga kelib tushadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Bir dona SMS jo'natib ham o'yin ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. Azizlar, sahna ortida 3 nafar ishtirokchi katta hayajonda. Ularni taklif qilamiz, birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz va omad tilaymiz. Demak, Omad Show teleo'yinining bugungi dasturimizdagi birinchi ilk ishtirokchimiz Naziraxon Mamadiyorova, Samarqand, Jonboy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Naziraxon, xush kelibsiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Ko'rib xursand bo'ldik. Men bir narsadan juda ham xursand bo'laman. Omad Show teleo'yiniga ko'proq o'zbekimiz latofatli go'zal ayollari, qizlar tashrif buyursa, albatta xursand bo'lamiz. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Gapiring, xo'sh, qachondan beri muxlissiz? 7 yildan beri muxlisman. Har doim tashlab turaman Omad Show'da mahsulotlari, Jesco, Elsin mahsulotlaridan. O'zim tadbirkorman. Oxirgi hafta nechta dona jo'natdingiz? 3 kun 10 tontadan. 30 tani bo'lib yubordingiz. Shunday 30 tani bo'lib yubordim. Nima maslahat berasiz mana yurtdoshlarimizga? Qaysi payt tashasiz? 10 tontadan tashasizmi? 3 kun tashasizmi? Qachon tashasiz? Dushanba, seshanba, chorshanba tashlayman. O'rtoqlar, buni farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Dushanba tashlaysizlarmi, payshanba tashlaysizlarmi? SMS jo'natsanglar bo'ldi. Bir dona SMS jo'natib ham o'yin ishtirokchisi bo'lsanglar bo'ladi. Keling. Hop, azizlar, demak, random dasturni ishga tushiramiz. Siz tomonidan jo'natilgan SMSlar orasida hozir g'olib aniqlanadi. Sanasini e'lon qilaman. 29-dekabrdan 11-yanvargacha bo'lgan oralikda yuborilgan SMSlar orasida hozir g'olibni aniqlaymiz. Naziraxon, marhamat, keling. Bosing, marhamat. Ana. Azizlar, diqqatimizni monitorga qaratamiz. Ko'ramiz kimga omad kulib boqdi. Men g'olibimizni telefon raqamlarini e'lon qilaman. Demak, 97 kodi bilan 523 87 92. Olqishlaringiz, tabriklaymiz. Ana g'olib topildi. Birinchi g'olibimiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat. Sizni Meni yurdim telekanali Omad Show teleo'yinidan bezovta qilyapmiz. Ismi Sharifim Botirxon Imonxo'jayev bo'laman. Xo'p. SMS jo'natganmidingiz? Jo'natgandik, ha, jo'natgan. Qayerdansiz? Jizzax viloyati. Jizzax viloyati. Jizzax viloyati, Olmazor tumani. Ismingiz kim? Mirzayev Baxtiyor. Telefon raqam o'zingniki. O'zbekmi? O'yinda ham o'zingiz ishtirok etasiz. Xudo xolasa. Bo'ldi. Mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Bizni xodimlar siz bilan bog'lanishadi. Ha, Ko'pchilik bo'lib kelinglar, xo'p? xo'p. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Rahmat. Xo'p. Azizlar, demak, Jizzaxdan, G'allaoroldan ishtirokchi aniqlandi. Raqamlari 97 kodi bilan 523 87 92. Olqishlaringiz. Tabriklaymiz. Qani kimlar keldi Samarqanddan? Jonboy. Ha, bu yoqda. Tanishtiring. Ayam, Ha? qaynonam, turmush o'rtog'im, Xo'p. tog'alarim, Tog'alar ham kelishibdi. ha, keyin ukam kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Qadamlaringizga hasanot. Sizlarga. Kim bo'lasiz? Men qaynonasi Voy, bo'laman. aynan 3-chi kelinim. Hmm. 3-chi o'g'lim. Nechta kelin? 5ta kelin, xudoga shukr. Farmon bibi. Ha, xudoga shukr. Xudoga shukr, xudoga shukr. Bu sotdi keliningiz. Yo'q, yaxshi kelinim. Yaxshi keliningiz. Gapiring, maqtang. Ha. Mana shu omadchaga chiqqaniga ham men shundan xursandman. Siz bilarmidingiz qilib yurgan ishini? Yo'q, bilmayman. SMS'li jo'natishni bilarmidingiz? Ha. Ha. Bilardim. Ha, bilarmidingiz? Ha, do'konga borib turardim. Ha. Har zamonda jo'natib qoldim deb aytardi. Ha, bolam omading chovsa, xudo qalasa, bizlar ham Botirxonda oldiga boramiz, nasib qilsa deb yurardim. Bildimi hamma? Ha, hamma Qolgan bildi. kelinlar bildimi? Ha. Kelmadi. Ha, kelinlarmi? Ha, kelinlarga endi Kela olmaydi. ha keladi. Yurak ko'tarmaydi. Yo'q, keladi. Kela olmaydi deydi. Qanaqa kelsin? Odob bo'ladi. Tamom bo'lganda. Xo'jayinlari kelgan, katta o'g'lim kelgan. Ya o'g'illar kelaveradi, kelinlar kela Yo'q, olmaydi. kelinlarim. Shifoxonalar to'ldimi? Yosh bolasi bor. Yo'q, yosh bola bahona. Shifoxonalar to'ldimi? Ha. Mana. Xudoga shukr. Mana ko'rdinglar. Mana. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Bular kimlar? Sog' bo'linglar. Ayajonisi. Ha, qudezlar. Ha, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onam yaxshimisiz? Xudoga shukr. Yaxshi keldinglarmi? Narxlaringizdayam. Charchamasdan. Xudoga shukr. Aynan. Sizdan baxtli inson yo'q. Albatta. Qarang, qizingizni mana sharofati bilan oldi o'rinlarda, qudez bilan Shunday. o'tiribsizlar chiroyli bo'lib. Shunday omad shouga chiqaribdi. Mingdan ming rozimiz. Bolalarimizdan. Nechta farzand? Onam Uchta. 3ta. Bitta qiz, 2 o'g'lim bor. Katta Bitta qizim. qizingiz? Bitta Ha. qizim bor. Kuyovingizchi? Kuyovim yaxshi. Qani? Mana. Qani? Vo, bitta qarsak shart qilib kuyov bola kelgan ekanlar. Ya. Yana kuyov bola xursandlar. Xuddi 10x to'gandek turibdilar. Ha, o'likni olib ketishga harakat qilamiz, xudo Nima? xolasa. Olib ketamiz. Bo'ldi. Jo'bayda kutamiz. Bo'ldi, qarsanglar. Yaxshi o'tiringlar. Xonaga Niyatlar hamroh bo'lsin. Sizlarni. Sog' bo'linglar. Kuyov bolaga bering mikrofonni. Eshitib xursand bo'lgan bo'lsangiz kerak siz ham. Boshida bormi yo'qmi? Bor. Nima? Damas. Damas. Bo'ldi, sizlarga Damas kerak emas. Aniq 10x kerak. To'g'rimi? Bugun 10x uchun juda jiddiy bellashuv bo'ladi. Yaxshi niyatinglar o'zingizga hamroh bo'lsin. Duo qilinglar. Onam kim niyat qilgan bo'lsa hamma kelsin. Xush kelibsizlar. Ana, voy, o'zi rosa boyvachcha kelin ekansiz. Ana, qaynoningiz ham bor ekanlar. Oyijon u yoqda duo qilyaptilar. Xudoga Ana, u shukr yoqda bor. pochcham nechta bolalardan? Bitta qizim, 2ta o'g'lim bor. Pochcham 4ta dedilar-yu, adashib ketdinglar. Pochcha nechta? Bolalar nechta? 3tami 4tami? 3ta? Ha, bular ham 3ta deyaptilar. Nechta qiz, nechta o'g'il? Bitta qizim, 2ta o'g'lim bor. Bitta qiz, bitta qiz? Bitta qiz, 2ta o'g'ilmi? Shunday. Shunaqa ham pochcha? Bo'lib kelishib olinglar. Hazillashamiz, sog' bo'linglar, qo'sha qaringlar, yaxshi to'ylar qilinglar. Samarqanddan kelgan ishtirokchimizga omad tilaymiz. Olqishlaringiz azizlar. Kuzatib qolamiz. Davom etamiz azizlar, navbatdagi ishtirokchimizni taklif qilishga tayyorman. Odilbek Yuldasov, Xorazm Urganch.
Assalomu alaykum. Og'a nechiksiz? Rahmat. Jonlimi? Gapiring. Men Xorazm viloyati Urganch tumanida G'aybu qishloq Oq maktab mahallasida yashayman. Yo'ldoshev Odilbek Hoji Qurbonovich. Kasbingiz nima? Kasbim ichki ishlar idoralaridan pensioner. Omad yo'li muxlisi. Omad yo'li muxlisi. Yashang, baraka toping. Necha yil bo'ldi endi shu ishlarni boshlaganingizga? 5 yil bo'ldi. Qarasangiz hamma mashina yutyapti. Hamma mashina yutyapti. Biz ham harakat qildik. Jesco, LC mahsulotlaridan xarid qilib, kodlarni jo'natib, oilamiz bilan iste'mol qildik. Tabriklaymiz. Rahmat. Qarsangizlar. Keling. Diqqatimizni yana monitorga qaratamiz azizlar. Random dasturni ishga tushiramiz. 29-dekabr sanasidan 11-yanvargacha yuborilgan SMSlar orasida g'olib aniqlanadi. Odilbek aka, marhamat bosing. Xo'p, ko'ramiz kim keladi. Birinchi ishtirokchi Jizzaxdan aniqlandi. Ko'ramiz ikkinchi ishtirokchi qaysi manzildan. Raqamlarni e'lon qilishga tayyorman. Demak, 94 kodi bilan 179 41 21. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Omad shouda Botirxon Imomxo'jayevmi? Rahmat. Tanidim. Ana sizga omad kulib boqdi yangi yilda. Voy, rahmat. Qayerdansiz? Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidanman. Namangan Uchqo'rg'on. Juda ham yaxshi ismingiz. Ismim Sarvinoz. Familiya? Iminaxonova. Iminaxonova Sarvinoz. Aha. Raqam o'zingniki? O'zimniki. SMS o'zingiz jo'natgansiz. Aha, o'zim jo'natganman. Bo'ldi, sizni tabriklaymiz. Mana bu qarsaklar sizga. Sarvinoz, nasib etsa bizni xodimlarimiz siz bilan bog'lanishadi va qaysi manzilga qaysi kuni kelishni aytishadi. Ko'pchilik bo'lib kelinglar, xo'p? Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Azizlar, demak, Namangandan, Uchqo'rg'ondan ishtirokchi aniqlandi. Qani, Odil aka, kimlar keldi? Mana dadam borlar, oyim borlar. Ana, Singlim bor, turmush o'rtog'im bor, xolam bor, o'g'lim bor, jiyanlarim bor. Ana, Xorazmdan kelgan mehmonlar ko'pchilik. Assalomu alaykum. Assalom. Dadalari bo'lasiz. Dadalar bo'laman. Sizlarda ota deydi? Otaman. Ota. Ota. Ayting. 4 ta farzand, Ha. 2 ta qiz, 2 ta o'g'il, 11 ta nevara, 2 ta evara. Bitta kampir deng. Ha, bitta. Ha. Ana pensiyaga chiqib, pensiyani gashtini surib yuribmiz. Yashang. O'zingiz ham harbiy bo'lganmisiz? O'zim ham harbiy. Farzandlar ham harbiy. 30 yil ishlaganman, otani izini bosdi bu. Ana, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Bular kimlar? Bu turmush o'rtog'im, Ha, hoji onam. Hojana. Ana, sog' bo'lsinlar. Necha yil bo'ldi yashaganingizga? 52 mi, 53 yil bo'ldi. Aniqini bilabilarlar? Ha, 74-yildan boshlab. 74-yil. 74-yildan beri boshlab qiynalaman Ha, deng. shunda. Shu. 74 mart oydan Martda bo'lgan to'y. martda bo'ldi. Qayerda? Xorazmda, Urganch. Urganchda. Ha. Beringchi. Assalomu alaykum. Onam. Assalomu alaykum. 74-yil nima qilgansiz? Kelin bo'lganmisiz? O'tirgansiz sarpalada. Ha? Xursandmisiz? Albatta. Mana bugun qarang. Doim shu o'g'limni qo'llab turdim. Noshukur bo'lmasdan, sabr bilan, ishonch bilan yuborib turdi shu kodlarni. Men ham unga dalda bo'lib turdim. Sog' bo'ling. Mana nihoyat chiqdi-ku. Mana Mana chiqdi. bemalol bitta dona SMS jo'natib ham g'olib bo'lsangiz bo'ladi. Agar avtomobil chiqmasa, g'oyibona yana 20 ta mana velosiped qo'yganmiz. Onam ulardan bittasi tushishi mumkin. Bugun ona Onyx Iloyim, xudo xolasa. ko'rdingizmi? Onyx tushib qolsa Xorazmda pak. Assalomu alaykum, omad shu qatnashchilari. Sanbayki. Yine bizler şu omad shu ham men lekin haqiqatan ko'p vaqtdan beri nima arzu qilardim. Ha. Aniqmikan, aniq emasmikan, haqqoniy ekan deb. Lekin aniq haqqoniy ekan. Xudoyim sizga kuch-quvvat tilayman. Sog' bo'ling. Rahmat so'z berganingiz uchun. Hammaga rahmat. Bugun zo'r yutuqli chiqsin. Niyat qilinglar, duo qilinglar. Onam
zo'r yutuqli chiqsin. Xorazmda tashrif buyurgan ishtirokchimizga omad tilaymiz azizlar. Olqishlaringiz. Kuzatib qo'yamiz Odil aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Davom etamiz azizlar. Navbatdagi ishtirokchimiz Omad Show saylovida 3-ishtirokchi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo Laylo Sharipova. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Gapiring Layloxon o'zingiz haqingizda. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumani Mang'it shahrida istiqomat qilaman. Aha. Kasbingiz? Kasbim hamshira, lekin hamshiralik bo'yicha ishlamayman. Sibirskiy Zdoroviya korporatsiyasida liderman. Oho. Va Omad Show'ning muxlisi. Va Omadshowning muxlisiman. Qancha bo'ldi? 6 yilcha bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik Amudaryoda mana ishtirokchi tashrif buyuribdilar. Omad tilaymiz. O'zingiz shaxsiy avtomobilingiz bormi uyda? Yo'q, xo'jayinimniki bor. Ha, pochchamizda bor. Ha. Sizda yo'q. Yo'q. Demak, bugun niyat Onyx. Onyx. Keling. Hop, nechta jo'natdingiz oxirgi hafta? 2 haftaning ichida har kuni 5 ta 6 ta SMS Sharoitga qarab, yaxshi. Azizlar, random dasturini ishga tushiramiz. Layloxon boshqaradilar. Demak, 29-dekabr sanasidan 11-yanvargacha bo'lgan oralikda yuborilgan SMSlar orasida g'olib aniqlaymiz. Bosing, marhamat. Ana, yashang. Ko'ramiz kim keladi. 3-ishtirokchi bo'lib, keyingi ko'rsatuvimizga. Birinchi ishtirokchimiz Jizzaxdan G'allaorolda aniqlandi. Ikkinchi ishtirokchi Vodiydan, Namangandan, Uchqo'rg'ondan va ko'ramiz 3-ishtirokchimiz qaysi manzildan. 97 kodi bilan 801 78 84. Abonent hozir javob bera olmaydi. Azizlar, g'olibimizga qo'ng'iroq amalga oshirdik, afsus bog'lana olmadik. Birozdan so'ng bog'lanishga harakat qilamiz. G'olibimizni telefon raqamlarini e'lon qilaman yana bir bor. 97 kodi bilan 801 78 84. Amudaryodan kimlar keldi? Xo'jayinimlar keldi. Oh, Opamlar kelganlar, pochchamlar, akam, kenayim, farzandlarim kelgan. assalomu alaykum. Qani, voy bu. Amudaryodan eshitdinglar o'rtoqlar. Amudaryodan, endi Sirdaryodan kim kelsa nima olib kelishini bilmayman, lekin Amudaryodan kim kelsa, uy, o'rgilsin. Baliq. Kopchuli baliq. Albatta keladi. Gapiring opa. Assalomu alaykum. Mana Omadshowga ikkinchi marta men o'zim kelishim. Ikkinchi marta kelishingiz? Ha. Qanaqasiga? Endi 2022-yilda 208-sonida ishtirok etganman. Oh! Ana! Ana! Rostdan, nima yutgansiz? Damas yutganman. Ha. Haqiqat, haqiqiy o'yin. Hozir ham Omadshowdan yuborib turaman. 2022-yil Damas yutgan ekanlar. Bugun Mana. Bugun endi singlimga, Xudo xolasa. Bardosh Shodiyeva. Ha. Siz Ha. ko'rdinglarmi? Mana hozir rejissyorimiz aytyapti. 2022-yilni ko'rdilar. Bardoxon Shodiyeva, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, Qarshi to'g'ri. chalib qo'yinglar mana. Baraka toping. Damas qani? Damas uyda. Ha? Haydavas. Ha. Xudo xolasa. Bugun? Mana bugun endi singlimga 12 tilab keldik. Boplabsizlar. Bular kimlar? Bu kuyov. Kimning kuyovi? Ha, pochchami? Bitta qarshi chalib. Pochcha Pochchaga kelibdi. qarsak. Pochcha! Ha, pochcha! Assalomu alaykum. Qo'llaringizda to'pponcha. Pochcha. Nima ish qilib qo'ydingiz pochcha? Shu stekerlarni yeberib Xabaringiz bormidi? Bor, xabar. Mahsulot o'zingiz olib kelarmidingiz? Ha. Nima olib kelardingiz? Shu yosh bolalarga suv. So'qchalar, ha, sharbatchalar, qahvalar. Ha? Ana yangamga bugun omad kulib boqibdi. Nechta bolalardan? Bolalardan 3 ta. 3 ta. 3 ta o'g'il. 3 ta o'g'il. Voy, yaxshi qizlar bersin. Yaxshi o'g'il to'ylar qiling. To'ylarga aytasiz. Xudo xolasa. Bular kim opalarimi? Ha, bor. O'xshirganlar. Siz ham o'chiryapsizmi, to'g'risini ayting. Bering mikrofonni. Siz ham SMS jo'natyapsizmi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Jo'natamiz. Meni ham 3 ta o'g'lim bor. Ha? Meni ham 3 ta o'g'lim bor, bitta erim bor. Men hali chiqqanim yo'q deng. Men ham chiqqanim yo'q. Havas qiling, Qurib havas. bizda Damas bor, endi 12 ga navbat.
Bugun Xudo xolasa. 12 olib ketishga keldinglar. Ko'pchilik bo'lib. Sig'maysizlar-ku. Qolganlar nimada ketadi? Ilojini topamiz. Qoraqalpog'iston, Amudaryo, sog' bo'linglar. Samarqand, Jonboy, sizlarga ham rahmat. Hammangizga rahmat e'tibor uchun, sovg'a salomlar uchun. Endi bitta narsa o'rtoqlar. Bugun omad show telefonida 10x avtomobil uchun bellashuv. 3 ta Damas naqd onam. Endi 10x kimga tushadi hech kim bilmaydi. Duo qilasizlar, niyat qilasizlar o'zingizlarning jigaringlar, o'zingizlarning yaqininglar. 10x qayerga tushsa, shu yerga boraman. Samarqandga boramanmi? Xorazmga boramanmi? Amudaryoga borib cho'milamanmi? Hech kim bilmaydi. Xullas, duo qilinglar, hammaga chiqsin. Ishtirokchilarimizga omad tilaymiz. Sog' bo'linglar. Mana yaqinlaringiz bilan tanishdik. Pochcham bilan gaplashdik. Opam ham g'olib bo'lgan ekanlar. Hammalari chiroyli niyatli bildirishdi. Bugun sizga ham zo'r yutuqlar nasib etsin. Amudaryoda kelgan ishtirokchimizga omad tilaymiz. Qarsanglar. Kuzatib qo'yamiz. 3-chi ishtirokchimizga yana qo'ng'iroq amalga oshiramiz va bog'lanishga harakat qilamiz. Alo. 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 Assalomu alaykum. Qalaysiz? Botirxon aka. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Omad shoudan Botirxonmi? Tanidim. Ha, qayerdansiz? Qoraqalpog'iston, Amudaryo. Amudaryo, Qoraqalpog'iston. Ana. Ismingiz kim? Matyakov Nizomjon. Matyaqubov Nizomjon. Nizomjon. Xullas sizga omad kulib boqdi mana bu qarsaklar sizga. Rahmat. Ha, nasib etsa ko'pchilik bo'lib kelasizlar. Yaxshi, rahmat. Qarsanglar. Hayajon. Qaranglar mana, omadni qarang. Amudaryodan kelgan singlimiz yana bitta amudaryolik yurtdoshimizni aniqlab berdilar. Xullas tabriklaymiz uchinchi ishtirokchimizga va keyingi keladigan ishtirokchilarga ham omad yor bo'lsin. Omad show teleo'yini meni yurtim telekanalida 347-ko'rsatuv va biz davom etamiz azizlar. 3 nafar ishtirokchimiz ular bilan yaqindan tanishib oldik. Barabandagi yutuqlar haqida ma'lumot e'lon qilaman. Diqqatimizni barabanga qaratamiz. Demak, bugun sizlarni nima kutyapti? 28 ta yo'lagimizda hammasida Damas avtomobillari. 10 ta yo'lagimizda Damas plus maishiy texnikalar. Bitta yo'lagimizda 3 quti yo'lagi va bitta yo'lagimizda 10x avtomobili. Agar 3 quti yo'lagiga tushsa, o'rtoqlar, 3 quti yo'lagi orqali ham 10x tushishingiz mumkin. Endi bu omad. Xullas, tayyormisizlar? Hammada bittadan imkoniyat bor. Barabonni aylantirasizlar. Nima yutuq tushsa, mana shu yutuq bilan o'yinni davom ettirasizlar. Kimga 10x tushsa, undan oldingi yutilgan yutuq qoladi. Tushunarlimi? Savollar bormi? Yo'q. Boshlaymizmi? Nimaga kayfiyat yo'q? Yaxshi. Nimaga kayfiyat yo'q? Nimaga qarsaklar eshitilmayapti? Boshlaymizmi? Azizlar, bir dona mahsulot xarid qilib ham o'yin ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin. LC Jesco mahsulotlarini xarid qiling. Bemalol O'zbekistonning hamma do'konlaridan qidirib so'rasanglar bo'ladi. LC Jesco mahsulotlari. Hammaga omad. Birinchi bo'lib Naziraxon Mamadiyorova Samarqand Jonboy barabanni chirpiray qilib aylantiradilar. Qarsanglar. Marhamat. Aylantiring qattiq. Yashang. Odilga keling. Odilbek Yo'ldoshev Xorazm Urganch hozirgi aniqlanadigan yutuq Odil akamga nasib etadi. Ko'ramiz nima tushadi. Omad shuni anchadan beri muxlisi. Yaqinlashyapti 10x ga mana. Qani ko'ramiz nima tushadi. Demak, bugun sizga nasib etgan yutuq hozircha mana LC'dan Damas. Yaxshi natija. Zuhraxon taklif qilamiz. Zuhraxon keling. Qarsanglar bo'lsin. Ko'taring. Odilga bu hozircha Damas. Endi bularni ko'ramiz nima tushadi bularga. Bularga agar 10x tushmasa, unda 10x uchun bellashuv bo'ladi. Agar sizga 10x tushsa, Damas qoladi. Tushunarli? Bo'l. Endi baraman siz aylantirasiz, marhamat. Nimaga qarsanglar eshitilmayapti? Layloxon. Amudaryo, Qoraqalpog'iston.
ishonch bilan o'ynagan ishtirokchi, sababi bularning opalari ham yutgan. Endi kelajakda yana qarindoshlar kelmoqchi. Mana Amudaryo qo'llab-quvvatlayapti. Podderska zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ramiz nima tushadi. Birinchi imkoniyat. Ha, darvoqe. Avtomobil boshqarish hujjatlar bormi? Bor. Bor. O'qigansiz. O'zingiz. Qaysi kategoriya? B? B. Yaxshi. Qarsanglar 3 qutimi? O'tib ketdi 3 qutidan. Yomon emas natija. Xo'sh, ko'ramiz. Wow! Elsida Damas! Yaxshi. Zuhraxon keling. Qarsanglar Damas! O'sha gap hozircha Damas. Hozircha. Agar 10x g'olib aniqlanmasa, agar sizga 10x tushsa Damas qoladi. Tushunarli? Endi baraban siz aylantirasiz. Qarsanglar, olqishlab turamiz o'rtoqlar. Qattiq aylantiring, ana. Yashing, keling. Yana bir ishtirokchimiz, demak, Naziraxon Mamadiyorova. Samarqand Jonboy. Juda ko'p esimizda jo'natganlar. Bugun mana orzular ushalgan kun. Bugun eng baxtli kunlari. Wow! O'rtoqlar. Damas plus muzlatgich plus gaz plita. Damas plus maishiy texnika. Yomon emas. Keling Zuhraxon. Sizni hozirgi natijangiz bilan ancha yaxshi. Yana ikkita qo'shimcha sovg'a bor. Endi bu yoqqa 10x uchun bellashuv bo'ladi. Agar 10x tushmasa, shu sovg'alar bilan ketasiz. Tushunarli? O'rtoqlar olqishlab qo'yamiz. Damas plus gaz plita plus muzlatgich. Ana. Endi hammanglarning yutug'inglar hammanglarning yutug'inglar aniq. Bu yoqqa 10x uchun bellashuv. Barabarni siz aylantirasiz. Qani qattiq aylantiring ko'ringlar. Wow! Geling Odilbek, geling. Odil akam, Odilbek Yuldashev, Xorazm, Urganch. Xo'p. Odil akamizga tushgan yutuq e'lon qilsa bo'ladi. Elsida Damas yana. Zuhraxon keling. Barabarni siz aylantirasiz. Xo'p, men qayerga boraman? Xorazmga boramanmi, Amudaryoga boramanmi? Qarsanglar Amudaryo, Qoraqalpog'iston, Layloxon. Xo'p, yana narsa. Hozir agar 10x tushsa, qaysi qo'shib qo'ymaymiz? Qashqadaryodan Surxondaryoga. Mayli. Ha? Ya buni o'zgartiramiz. Qayerdan qayerga kelin bo'lib tushgansiz? Amudaryodan. Amudaryodan? Ha, Amudaryoga. Bo'ldi, o'zgartir. Sirdaryodan Amudaryoga kelin bo'lib ketdik, Laylo deymiz. Bo'ladimi? O'rtoqlar yaqinlashyapti 10x. O'rtoqlar 10x. Nahotki mana. Laylo ko'zingizni yuming. Ko'zingizni yuming. Amudaryo yana bitta. Yana bitta. Voydod. Voydod. Laylo qani, nima bo'lganini qani. Bitta qoldi. Ozgina qattiq aylantirmaysizmi? Odilbay ozgina qoldi, ozgina. Zuhraxon keling. Elsida Damas. Naziraxonni omadlarini sinaymiz. Aylantiring yaxshilab. Keling Naziraxon. Nazira haqida qo'shiq bormi? Bor. Qaysi? Nazira. 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 Qaysi? Yo, Nazira haqida film bor. Choy olib keladi-yu, tars qo'yib chiqib ketadi-yu. Kim bo'lsa Nazira deydi-yu. Ko'rganmisiz? O, yaqinlashyapti o'rtoqlar. Qani Samarqand Jonboy. Qarsak chalib olqishlaymiz. Mana, yaxshi. Nima bo'lyapti? O'rtoqlar ko'rdinglarmi? Shuni o'rniga bu yoqqa o'tmaydimi shu? 3 imkoniyat ko'proq bo'lardi. Qatdim. Odilbay, nechta Odilga farzandlar nechta? Ikkita. Bitta o'g'il, bitta qiz. Bitta o'g'il, bitta qiz. Nabiralar. Nabiralarim ikkita. Ana, sog' bo'ling. Yangam keldinami? Bor. Yangam bilan gaplashmadik-a? Mana yanga. Qanilar? Mana o'tiribdilar. Yanga,
Mana siz yetishib yetgan ekansiz. Mana yangamga salom yo'llang. Har doim salom Ha, ayting, yaxshi ko'raman seni xotin deng. Albatta yaxshi. Ha. O'tgan safar ham yosh kuyov bola kelinga salom yo'lladi, mashina tushdi. Bugun ham balkim tushar. Yangi tuzukroq qarshi chalinglar. Xorazm. Urganch. Xo'sh, ko'ramiz qaysi yutuq. Demak, yana LCdan Damas plus maishiy texnika. Qarsinglar. Yuringni eshitib aylantiring. Qani ko'ramiz. Ana, Layloxon, keling. Qoraqalpog'iston Amudaryo. O'rtoqlar 3 quti yaqinlashyapti, 3 quti. 3 quti orqali ham 10x uchish mumkin. Ko'ramiz, 10x. 10x. Qani, Amudaryo, Qoraqalpog'iston. Qarshi chalib turamiz. Yaqinlashyapti. Xo'sh, xo'sh. Qani, yana. Ozgina kam bo'lib qopti, brat. 200 gram kam bo'lib qopti. 200 gram o'zim quyib beraman. Voy, tavba. Voy, yuragim. Voy, kimga tushadi bu 10x, a? Menga tushadi. Xudo xolisa. Yaxshi, aylantiring. Naziraxon, shu yerdamisiz? Ha? Pochcham qanili? Ha, pochcha shu yerda. Pochcha! Qarshi eshitilmayapti, Qarshi, Samarqand, Jonboy. Samarqand o'tgan safar ham Samarqand Urgut olib ketgan 10x'si. Bugun kimga nasib etadi? Bu omad, hech kim bilmaydi. Mana 10x yaqinlashyapti. Samarqand Urgut mana, Samarqand Jonboy. Mana! Voydan! O'tib ketdi! Bitta dona qarang. Pochcha yomon emas, zo'r aylantirdingiz. Sal ko'payib ketdi endi. Bir kamayib ketyapti, bir ko'payib ketyapti. Lekin qaranglar, o'rtoqlar, zo'r bo'ldi. Sababi bo'sh yo'lakka tushsa ham 10x bor. 10x yutish uchun imkoniyat yana bittaga ko'paydi. Odil aka, keling. Xorazmi ajoyib. Qo'yini bor pakapak. 10x'i bor pakapak. Qarsinglar yaqinlashyapti mana. Yaxshi. Okey, ko'ring. Sal qoldi-da, sal. Odilga aylantiring. Oradan 47 yil o'tdi. Pochcha! Bu narsa ayting. Ayting bu narsa deng. Gapiring. Bo'shashma, xotin deysizmi, nima deysiz? Bo'shashma xotin. Ha. Yo, men sen bilanman deng. Ha, gapiring. Podderska bering, pochcha. Qani ko'ramiz. 3 quti yo'lagi. 10x ga yaqinlashyapti o'rtoqlar, 10x ga. Qoraqalpog'iston Amudaryo qarsinglar yaqinlashyapti. Mana ko'ringlar. Shu bitta Damas qolib ketuvdi-da o'zi shu yerda. Zuhraxon, keling. Jeskodan Damas. Taxmin qilsa bo'ladimi? Men 10x kimga chiqishini taxmin qilaman. Oldindan bashorat qilishadi-yu. Nima deb o'ylaysizlar, kimga chiqadi 10x? Ha? Samarqandgami? Amudaryo? Xorazm? Mana men aytaman, eshitinglar. Kim zo'r qarshi chalib qo'llab-quvvatlab tursa, o'shanga chiqadi. Aylantiring. Qattiq aylantiring. Qani, Naziraxon, Samarqand, Jonboy. Aylanib keting. Naziraxon yutuqlari hozircha mana eng zo'r yutuq Damas plus muzlatgich plus gaz plita. 3 quti tushadimi? 3 quti. Qarsinglar. 3 quti Samarqand, Jonboy. Yana bitta, qani. LCdan Damas. Xo'sh, davom etamiz azizlar. 10x uchun bellashuv davom etadi. Marhamat.
Wow, keling Odil aka. Xorazmdan, Urganchdan og'amiz mana. Odil akamizga 10x. 10x. Xo'sh. Jeskodan Damas. Qani qattiq aylantiring. Layloxon keling. O'rtoqlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryodan Layloxon tashrif buyurganlar. Omad shuni ancha yildan beri muxlisi, o'zlari tibbiyot xodimasi. Zo'r yutuqli chiqqan 10x uchun bellashuv davom etmoqda. O'tdi 3 qutidan yaxshi. Bu yoqqa endi o'zi bitta Damas qoluvdi. Mana shu Damas sizga ekan. Aniq emas. Va ko'k yo'lini olasiz. Zuhraxon sizga ham rahmat. Zuhraxon mana sahnaga bugun 1727 marta chiqdilar. Baraka topsinlar. Zuhraxonga bitta qarshi chalib qo'yinglar. Sog' bo'ling. Layloxon aylantiring. Samarqandni muxlislaridan Naziraxon kelganlar. Samarqanddan, Jonboydan Naziraxonga 10x tushadimi? 3 quti tushadimi? Ko'zingizni yuming, ko'rmang. Avtomobil boshqaruvchi hujjat bormi? Yo'q. Bo'ldi, demak siz hujjat ham olishingiz kerak. Qiladigan ishingiz ko'p ekan. Qani, pochcha! Jonboy, qarsanglar. Ko'ramiz nima tushadi. Nahotki 10x o'rtoqlar. Qani qarsanglar. Qani. Yana bitta yo'q. Bo'ldi 10x. Yuguring. Bo'ldi 10x. Qarsanglar bo'lsa 10x Samarqand Jonboy. Azizlar, bugungi dasturimizda 10x avtomobil g'olibi aniqlandi. Qarsanglar Samarqanddan Jonboydan ishtirokchimiz Naziraxon. Tabriklaymiz. Bo'lar ekan-ku. Omadda ko'rdingizmi? Zuhraxon keling. 10x yo'lagini olib berasiz. Naziraxonga 10x dan oldin mana Damas plus muzlatkich plus gaz plita tushgan. Bu yo'lak bizda qoladi. Sizga 10x topshiramiz. Qarsanglar bo'lsin o'rtoqlar. Rahmat. Mana. Naziraxon siz bu yoqqa o'tib turing. Mana velosipedni oldida turib turing. Ha, sizda ish bor. Hozir ruxsat bersanglar, ikkita Damasni qo'lga kiritgan ikkita ishtirokchimiz bilan xayrlashamiz. Ularni ham taklif qilamiz, ularni ham tabriklaymiz. Qarsanglar, kelinglar. Odil aka, keling. Layloxon. 1756 avtomobil Damas avtomobili Xorazm Urganch. 1757 avtomobil Qoraqalpog'iston Amudaryo. Layloxon, tabriklaymiz. Damaslar muborak bo'lsin va sovg'alar mana jiyanlarga LCdan Jeskodan sizga va Odil akamga ham sovg'a beramiz. Odil aka, bu sizga. Odil aka, niyatlar bormi? Tabriklar, salomlar, marhamat. Hammaga salom yo'llayman. Mana muxlislari juda ko'p. Hammaga nasib qilsin, omadini bersin hammani. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Layloxon.
Amudaryo xalqimga alangalik salom. Juda ko'p odam salom yo'llashdi. Sog' bo'lsin. Hammasiga meni tanigan hammaga alangalik salom. Salomat bo'ling. Buyursin. Avtomobilni muborak bo'lsin. Qaynona, onajonim, qaynotam, dadajonimlar hammasi duo qilib o'tirishibdi. Ularga alohida salom. Sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Olqishlaringizni azizlar kuzatib qo'yamiz. Salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat. O'rtoqlar, Onyx avtomobili g'olibiga kalit topshiramiz. 1758-avtomobil Onyx. Samarqand Jomboy. Tabriklaymiz. Va Jeskodan sovg'alarimiz bor. Bu ham sizga. Endi siz bilan xayrlashishdan oldin qarang. Naziraxon, velosiped ko'rsa, yurtdoshlarimizga g'oyibona hozir 20 ta velosiped ulashamiz. Shularni siz aniqlab berasiz. Keling. Azizlar, SMS jo'natgan yurtdoshlarimiz orasida 20 nafar vatandoshimizni aniqlaymiz. Bu qo'shimcha yurtdoshlarimizga bo'lgan mehr-muhabbat, qo'shimcha rag'batlantirish. 20 nafar yurtdoshimiz omad shouga kela olmaganligi, omad chopganligi, hozir raqami chiqadiganligi velosiped. Naziraxon, boshing. Mana marhamat. Demak, diqqatimizni monitorga qaratamiz. Mana ketma-ket ushbu raqamlar, ushbu abonentlarga velosipedlar muborak bo'lsin. 20 nafar yurtdoshimizni qo'shimcha o'yindan tashqari mana qo'shimcha rag'batlantiryapmiz. Qo'shimcha yana sovg'alar. Zo'r ko'p, diqqatga chalib qo'yinglar. Mana 20 nafar vatandoshimizni aniqlab oldik. Keling. Sizga qattiq rahmat. Salomat bo'ling, buyursin. Ne xursandmisiz? Xursandman, nima xursandman? Gapiradigan gaplaringiz bormi, Naziraxon, gapiring. Meni qo'llab turgan hamma og'ayni qarindoshlarimga salom yo'llayman. Shayman xalqiga, keyin Galabotir qishlog'iga. O, Galabotirga boramizmi? Ha, xudo xohlasa, Shirinkent mahallasi Galabotir qishlog'iga. Meni tanigan, meni qo'llab turgan jamiki vatandoshlarga holigacha ham telefon qilyapti ular. Hammaga salom yo'llayman. Ha, hammaga chiqsin. Bu haqiqat ekan. Mana Qarsingizlar, olqishlaringizni azizlar kuzatib qo'yamiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Meni kuting va men borurman albatta. Azizlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz mana ikkita ishtirokchimizga Damas avtomobillari, bitta ishtirokchimizga Onyx avtomobili nasib etdi. G'oliblarimizni chin dildan yana bir bor hammalarning nomidan tabriklaymiz. Yutuqlar muborak bo'lsin. Sizlarga ham shunaqa omadlar kulib boqsin va sizlar bilan xayrlashishim kerak. Oldinda avtomobillar topshirish marosimi, men esa Samarqandga Jomboyga boraman. Undan oldin, borishimdan oldin keyingi dasturda qaysi sanadiga SMSlar qatnashadi, shular haqida ma'lumot. 12-yanvar sanasidan 25-yanvar sanasigacha bo'lgan oralikdagi SMSlar orasida g'oliblar aniqlanadi. Xullas, o'rtoqlar, shoshyapman. Samarqandga borishim kerak. Jomboyda ko'rishamiz. Onyx topshirish marosimini o'tkazib yubormang. Omon bo'linglar.